Hiç o'ylab ko'rganmisiz, qanday qilib farishtalar insonni jonini olishadi? Keling, bugun Imom G'azolining Qiyomat va oxirat kitobidan savolimizga javob olamiz. Oli Imron surasining 185-oyatida Alloh aytadi: har bir jon o'limni tatib ko'radi. Shunday qilib insonning o'limi yaqinlashganida u jonini olish uchun 4 ta farishta yuboriladi. Ular insonni ruhni olish uchun 2 oyog'i va 2 qo'lidan ruhni tortishadi. Inson farishtalarni ko'ra boshlaydi. Ko'z oldidan butun hayoti qilgan amallari o'tadi. Farishtalar ruhni barmoq uchlaridan tortishadi. Fojir, ya'ni gunohkor insonning ruhi xuddi ichidan tikan sug'urib olinayotgandek qiynab chiqadi. Hadisda keltirilgandek, gunohkor inson xuddi qornini tikan bilan to'ldirgandek his qiladi. Shu paytda insonning badani terlaydi. Ruh ko'ksiga kelganida esa hech narsa gapira olmaydi. Shayton shu yerda ham o'z makridan qolmaydi. O'layotgan inson ko'ziga sevgan kishilardan vafot etganlar suratida ko'rinadi. Ey falonchi, men senga yordam bergani keldim. Sen yahudiy dinini qabul qil, bu haq dindir deb aldaydi. Bunday paytda Allohdan panoh tilamasa, u yo'ldan adashadi. O'layotgan inson bizni eshitadi. Shuning uchun oldida la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb aytishni payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytganlar.